Aytarib o'tamiz barcha turdagi inomarkalarga super mega chegirma narxida YouTube ahli propanlari taklif qilamiz. Besting B70 169 ta ot kuchiga mo'ljallangan, ya'ni 1.5 turbina GDI motor bilan jihozlangan. Xo'p, bu akamiz ham shunaqa videozni ko'rdim-u, sirazi keldim dedi. Bir esinglarda bo'lsa 2 kun oldin ham Besting B70 xuddi shu modeldan qo'ydik, propan qo'ydik. Hozir bunisi ham sirazi propan uстановkaga keldi. Video obzorimizni ko'rdingiz, sirazi telefon qildi. Siz ham o'ylamasdan telefon qiling. Har qanday inomarkaga eng super mega chegirma narxlarda propan uстановка qilib beramiz. Xo'p, bu avtomobilimizga 63 litrlik balon ideal holatda joylashtirib berdik. Xo'p, oldi qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz GDI motor bilan jihozlangan. Shuning uchun spetsialniy eng kam foizga mana shu motorni maksimum zo'r qilib yurg'izib beradigan blokdan foydalanyapmiz. Injektor 48 ga to'g'ri Yevropa gazda va Nordic reduktor va spetsialniy mana shu motorga maksimum davni yetkazib beradigan farsonkamiz. Albatta Dakota bo'ladi. Qayta aytamiz, siz eng qimmat zapchast bilan yig'siz, lekin ustani tanlovni to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, buni ustanovkasini ideal qilmaydigan bo'lsangiz, mashina hech qachon yaxshi yurmaydi. Qaytarib o'tamiz, siz obuna bo'ling. Har qanday inomarkaga siz xohlagandek sifatli holatda propanlarni ustanovka qilib beramiz. Bu tomonda ham, ichkarida ham bitta 300 Land Cruiser avtomobilimiz tayyor bo'lyapti. 24/7 Sirdaryo metangizga obuna bo'ling. Bu crossoverdan tortib to o'zimizning jam avtomobillarga ham eng arzon narxlar YouTube ahli. Bundaqa narxlar hech qayerda bo'lmagan. Obuna bo'lishni unutmang. 24/7